Aşqazınız içişip bir yarım qılıb atqan bolsa, ma usullarını qo'llanib beqing, nayt yaxshi unumini ko'rsatadi, jiqpilim ketmaydi qarindishim. Men har kuni vaqtimga islom yaxshi reseptlarni so'zlab berib kelyapman. Yurak berib saqlab olib boshqalarga taqib qo'ysang bo'ldi. Inkas raydiga ejrim uchun chiroq gul olamdi yoki 5-6 olamni nima yo'llab qo'ysanglar, bir narsa yo'llab qo'ygan bo'lsanglar. Saqlab ish to'g'ri kelsa yurak bersanglar bo'ldi yoki yulduz belgisini besib qo'ysanglarmi, telefonni saqlanib qoladi. Ba'zi reseptlarni balki tonish tevib do'stlarni bo'lsin deb bermasligi mumkin. Bir necha odamlar degan mana shu gapni shu. Tasadduqmi shu oshqozon ichishib yesa yalloq bir yarim qilgan bo'lsa, oilada hech bo'lmasa, bak qarindosh millatlar bek biladi bu ishlarni shu qarindoshlar. Mesela zencefil şorupsi deb ancha-muncha tarjim filmlarda anglaydigansizlar. Zencefil şorupsi. Demek zencefilni qaynatib, zencefilning suyini ichib bersak-mu, oshqozon yallig'iga yaxshi manfaat qiladi. Demak, oshqozonni qizdidi. Hattoki qip-qizil lazini yesak, oshqozonni qizdidi u. Ko'k laza yel bo'lgan bilan qizil laza oshqozonni qizdidi. Qon aynishini yaxshilaydi. Dori yeyishdan, har qanday dori yeyishdan birli maqsad qon aynishini yaxshilash. Undan boshqa zira, pinna, obdiyon, igir, zencefil mushlarni so'qtirib ichib olib, hammasidan 3 ko'ylakdan debislar, so'qib ichib olib, shuni choy damlab ichib bersak-mu, shu oshqozon yallig'iga yaxshi manfaat qiladi. Demak, endi hamma odamning iqtisodi yetarli bo'lmasligi mumkin. Dori elish iqtidori yo'q odamlarmi? Yo'q emas, shu odamlar. Yezlarda bo'lsin yoki shaharlarda bo'lsin har xil sabab tufaylidan iqtisod marilib ketib, shuni dardini tatib atgan odamlar yo'q emas. Shuni qarindoshlar foydalab qolgan bo'lsa, shunday yaxshi reseptlarni boshqalarga taqib qo'yinglar. Oshqozon asosan oz bir qism odamlarning issiqdan og'rimasa, ko'pincha sovuqdan og'riydi. Demak, oshqozon issiq turish kerak. Chunki oshqozon tomoqni hazm qiladigan o'rin. Amal olsa bayatı mende pek reseptlarni qo'llanib baqqan bo'lsanglar, undan boshqami shu qizdungacha yallig'i, qimmatda oshqozon yallig'i yo'q, qizdungacha yallig'i bor deydigan qiziqarli gap qilgan odamlar bor. Oshqozon yallig'i bo'lmay turib qanday qizdungacha yallig'i bo'ladi? Undan boshqa bu ichki yallig'i tadbiq saqaymaydi. Mayli o't yallig'i olsun, oshqozon yallig'i olsun, erlardagi mezbez yallig'i olsun, ayollardaki balet sistemisi bazı yallıklar olsun, o tüp yıldızını sakaymaydı. Şuna maniysiniz 15 gün sakaydı, bir şey sakaydı deyip onda kıpelse o geplerge işinip gitmeğinler karındaşlar. O böyle kanda doğru dermek yeyle o yallık tel tükü sakaymaydı. Marlap durdu, dikkat kılmasak yanı kozguladı. Şuna ben deyimem o küllük bir naysek toyduğun bir kosak. Onun için yalgan gap kılış erzimeydi. Şu adam degan bir rast gap qilib, qanday ish olsa mayli, o satili hech kimni bu dunyoda pul tepish vazifasi bo'lmaydi. Hammalarning maqsadi birlam jon beqish. To'g'rimi? Amal olsa unda yolg'on gap bo'lmaydi. Rast gap qilib, gayli 15 kun saqaydi, bir oy saqaydi. Saqaydi, diqqat qilmasa yana qo'zg'aladi. Gaylarga uzun vaqt jarayon ketdi. Shu men to'la deb beraman. Gaylarga mesela erlerdeki mezbez yallığı uzun cereyan getirdi onunla. Gaylarga 5-6 ay, 7-8 ayda bir yıl geçişi mümkün. Şun gayla o 20 köylük, 30 köylük nisan sakıysa o bu. Kuruk ki bu. Şun kardeşler sakaydı lekin dikkat kılmaz yanı kozguladı. O 15 gün 20 gün sakaydığa yallık kesel olmaydı. Atasadı bir ayında bir. Aşkızanın ölçemlik bir mesadı bağımız. Naat ölçemlik hesap koygan mesadı bağ. Cayıqıl berip de gidigan zaten. Meyli kızın geçini olsun, meyli aşkızanın olsun, bek ölçemlik mesadı var. Atasadı bir lazım olsa, memle alaklasan buldu. Ben Koca Abdullah, ünlüdarım 1809 77 66 170. Ondan başka, kışka Yanısan Aysi bir kardeşimiz var. Telefon numarı 132 79 73 22 12. Kışka şehirdeki kardeşimiz. 133 69 98 81 27. Qashqar Makit Nais'te Dolan kabilesinde 131 50 29 51 35. Ondan başka Toqquzaq Nais'te 193 99 51 05 90. Tasadüf şehirdeki karındaşlar Ayşılavul Allah kılasağını mı buludu. Selamet olsak, ken katım kırşeydi.